Voy. O'rtoq, eri yo'q deganing-ku boy oldi. Men ham qayerdan bilib o'tiribman? Endi eshitib turman-u. Endi nima qilamiz? Xotirlama, jo'ra, hammasi yaxshi bo'ladi. Birovni o'ylab topamiz. Adajonisi, yaxshi keldingizmi? Yaxshimisan? Tinchmisan? Mehmon bormi uyda? Ha, haligi anavi xolanni bolalari kelgandi. Ha, yaxshi. Bormanglar. Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Aka, yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Xo'sh. Yaxshi keldinglarmi bolalar? Yaxshi, rahmat. O'zi yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ha, yaxshi, rahmat. Hol-ahvol so'raylik deb opamizni bir ko'rgani kelgandik. Ha, yaxshi qilibsizlar-da. Xo'sh. Nozima, bu bolalar kim? Ha, Sevara xolamni bolalari. Meni ko'rgani kelishgan ekan. Qarang-a. Sevara xolang borligini bilmas ekanman. Qaysi Sevara xolangni bolalari bu, ha? Sevara xolam bizani to'yimizga kelmaganlar. Shu uchun tanimaysiz-da, dadasi. Kelsalar tanishtirib qo'yaman. Tushunarli. Bular Sevara xolamni bolalari bo'ladi. Meni ko'rgani kelishibdi-da. Tushunarli. Xo'sh bolalar, kelishinglardan maqsad nima? Ha? Pochcha, nima maqsadda kelishimiz mumkin? Bir opamizni ko'rgani kelgandek-da, xabar olib. To'g'rimi? To'g'ri, xabar olgani keluvdik. Opajonlaringni kunduzi kelib xabar olsalaring bo'lmasmidi? Ha? Pochcha, kunduzi kelishga vaqtimiz bo'lmagandi. O'shaning uchun kechga kelganingda ko'rgani. Sizlarga bir savolim bor bolalar. Qanaqa savol? Pochcha, bemalol. Ko'rinishimdan ahmoqlarga o'xshab ko'rinyapmanmi? Nima deb o'ylayapsizlar? Yo'q, pochcha. Bu nima deganingiz? Unday emas, pochcha. To'g'rimi? To'g'ri. Senlarni nima maqsadda kelganlaringni juda yaxshi bilib turibman. Birinchidan, mana buni hech qanaqa Sevara degan xolasi yo'q. Voy, dadasi, bu nima deganingiz? O'chir ovozingni. Men ahmoq deb o'ylabsanmi? Bu bolalar hech qanaqa xolangni bolalari emas-ku. Juda yaxshi bilib turibman nimaga kelganligini. Sizga hozir ovqat suzib kelaman, dadasi. Menimcha och qolgan shekilli. Voy. Juda yaxshi bilib turibman nima maqsadda kelganlaringni. Men bilan o'yin qilmasdan gaplashinglar. To'g'risini aytinglar. Nima maqsadda keldinglar? Aldamanglar. Sizga to'g'risini aytyapmiz-ku. Opamizni ko'rgani kelgandik. Noto'g'ri tushunyapsiz, akajon. Uka. Men odam o'ldirib bir marta qamalganman. Ikkinchi marta qamalishga ham qo'rqmayman. Agar to'g'risini aytsalaring, qo'yib yuboraman. Aka, to'g'risini aytaman. Bu opa bilan Instagramda tanishib qolgandik. Boshqa maqsadda kelganimiz yo'q. Shunchaki mehmonlikka taklif qilganda shunga kelgandik. Mehmonlikka taklif qilsa, birovni xonadoniga kelaverasanmi, uka? Gapir, ha? Aka. Shunchaki to'g'ri niyatda kelgandik. Yomon niyatda kelganimiz yo'q. Nima niyatda kelganingni, uka? Juda yaxshi bilaman. Ota-onang, opa-singling bormi? Bor aka. Opangni, yo singlingni xonadoniga
Begona erkaklar kelsa, uchrashishga nima qilasan? Aka, bizda bunaqa holat bo'lmagan. Uka, Labbay aka. senlarni nima qilay, et? Bo'g'zingdan pichoq tortib yuboraymi yoki mana bu ko'chaga ko'mib yuboraymi? Ha, gapir. Yo'q, unaqa demay aka. To'g'ri-chuning. Unaqa niyatda kelganimiz yo'q. Yo'q, rostdanmi? Aka, biz keta qolaylik. Kech bo'lib qoldi, uzr. O'tar joyingga. Xo'p aka. Hech qayerga ketmaysanlar. Xo'p. Aka, biz yomon niyatga kelganimiz yo'q. Shu o'rtog'im chaqirgani uchun kelgandim. O'zi yaqinda to'yim. Aka, keta qolaylik. Ruxsat bering, iltimos. Yo'q, Yaqinda to'ying bo'lar ekan, birovni xonadoniga bog' bormi kelib? To'ying bo'lmaydi uka. Bu uydan yo tiriging chiqadi, yo o'liging chiqadi. Tushundingmi? Aka, unaqa demang. To'g'ri tushuning. Iltimos sizdan. Ovozingni o'chir. Shunaqa diyonatli bo'lamisan? Xudo uchun kechiring aka, iltimos. Xudo uchun kechiray. Birovni xonadonida yarim kechada nima bor? Aka, asabiylashmang. Dadajonisi, ovqat topib keldim, yeb oling. Ovqatingni o'zing pishirib ye. O'tir joyingga. Xo'p. Sen bilan 2 yildan beri yashab kelyapman. Xudo nima uchun farzand bermayotganligini endi tushundim. Shu paytgacha menga xiyonat qilib yurganing uchun. Essiz. Sendagi ayollik iffat ham qolmabdi. Xo'sh bolalar, nima qilamiz? Shu opangni ko'rgani kelganmidlaring?